Assalomu alaykum. Mani ismim Shahnoza Tog'ayeva. Men shifokor endokrinolog, 15 yildan ortiq ish stajiga ega shifokorman. Va bugun sizlar bilan aynan ozdiruvchi ukollar, ozdiruvchi dorilar haqida gaplashamiz. Ularni olayotgan insonlar qiladigan eng ko'p xatolarni aytib beraman va ulardan qochish yo'llarini ham tushuntirib beraman. Demak, ozdiruvchi dorilar, ozdiruvchi preparatlar bugun judayam urfda. Chunki dunyoni deyarli 40%da ortiqcha vazn, ya'ni dunyo aholisini 40%da statistika bo'yicha ortiqcha vazn, semizlik kabi kasalliklar bor. Shuning uchun ham bugungi kunda ozdiruvchi ukollar va ozdiruvchi dorilar eng ko'p sotiladigan va eng ko'p ishlab chiqariladigan dorilar qatoriga kiritilgan. Aslida ortiqcha vazn bu ko'p faktorli kasallik bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ortiqcha vazni bor bo'lgan insonda nafaqat gormonal buzilishlar, balkim turli psixoemotsional buzilishlar, nevroz, depressiv holatlar, ruhiy holatlar buzilishi, ovqat hazm qilishi kasalliklari yokida oddiygina ratsion buzilishi, ya'ni ratsioni noto'g'ri ekanligi sababi bo'lishi mumkindir. Bugun aynan sizlar bilan ozdiruvchi ukollarni olish davridagi eng ko'p qilinadigan xatolar haqida gaplashamiz. Ozdiruvchi ukollar aslida sizga faqat yordamchi tariqasida, ya'ni ratsioningizni to'g'ri olib borishingizga yordam beruvchi dorilar bo'lib hisoblanadi. Siz ularni olish davrida sog'lom ovqatlanishga bemalol o'tishingiz mumkin. Sizda o'sha ochlik hissi yoki noqulaylik hissi kabi holatlar kuzatilmaydi. Bu dorilarni olish davrida sizda to'qlik hissi tez hosil bo'ladi. Shuning uchun ham inson bu dorilarni fonida yaxshi ozishi mumkindir. Lekin bitta narsani aytib qo'yishim kerak, asosiy vazifani baribir o'zingiz bajarasiz. Ozdiruvchi ukollarni olib, hech narsani o'zgartirmasdan faqatgina o'tirib yoki yotib ozishni kutsangiz, albatta u amalga oshmaydi, balki noto'g'ri ham ozishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ozdiruvchi ukollarni olayotgan insonlarning eng birinchi xatosi bu ratsionini o'zgartirmaslik. Ozdiruvchi ukollarni olishni boshlaganingizdan keyin albatta siz hayot tarzingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Demak, ovqatlanishingizda oqsilli mahsulotlarni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bular go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari, brinza, loviya, no'xat, baliq, turli go'sht mahsulotlarini ratsioningizda ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Va albatta uglevodli mahsulotlarni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa oddiy uglevodlar, non mahsulotlari, un mahsulotlari, oq guruch, kartoshka, banan kabi mahsulotlarni ratsioningizdan olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Har bir inson uchun kilosiga o'lchangan oqsil miqdori mavjuddir. Agar siz 80 kilogramli inson bo'lsangiz, siz uchun ukol olish davrida oqsil miqdori, kunlik oqsil miqdori 120-150 grammga yetadi. Va mana shu 150 grammni siz 3-4 marta ovqatlanishga bo'lib tashlasangiz bo'ladi. Va bunda siz mushaklaringizni kamaytirmaysiz. Ozdiruvchi ukollarni bitta nojo'ya ta'siri bor, sarkopeniya, ya'ni mushaklarni kichraytirishga olib keladi. Va agar siz kun davomida yetarlicha oqsil iste'mol qilsangiz, bu ukollardan keyin sizda osilib ozish, striyalar, ya'ni terida turli xil yirtiqlar, striyalar hosil bo'lishini, mushak hajmingizni kamayib ketishini, bo'yingiz pasayib ketishini, suyaklaringiz yemirilib ketishini oldini olgan bo'lasiz. Demak, ikkinchi qilinadigan xato bu insonlar kam harakat bo'lishadi. O'zim ozyapman-ku, ukol olyapman, o'zim ozyapman, menga jismoniy harakat kerak emas deb o'ylashadi. Lekin bu juda ham katta xato. Organizm shunday tuzilganki, siz nimani organizmda ishlatmasangiz, o'sha narsa sekin kamayib, ozib, kichrayib, atrofiyaga, yo'q bo'lib ketadi. Va agar siz mana shu ukollarni olish davrida mushaklaringizni harakatga keltirmasangiz, sizni mushaklaringiz kichrayib, organizmingizda faqat
yog'lar, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi boshlaydi va siz kasal bo'lib ozasiz. Shuning uchun ham ukollarni olish davrida silovoy trenirovkalar, ya'ni kuch beruvchi trenirovkalarni albatta muntazam olib borish kerak bo'ladi. Va uchinchi eng ko'p qilinadigan xato bu ko'pchilik ozib oldim, bo'ldi. Endi men o'zimni oldingi ratsionimga qaytsam bo'ladi. Oldingidek oshlarni, shashliklarni, chuchvaralarni tartibsiz yesam bo'ladi deb oldingi ratsionga qaytib olishadi va semizlik yana ham 2 baravar bo'lib qaytib keladi. Semizlik bu surunkali kasallik va uni davolashda doimiy ratsion kerak, doimiy o'zgartirishlar kerak. Shuning uchun ham hayot tarzingizni butunlay o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Agar siz ozdiruvchi ukol yoki dorilar olayotgan bo'lsangiz, sizda ushbu xavflar bo'lishi mumkin. Demak, birinchisi, siz noto'g'ri ukol yoki dorilarni boshlasangiz, siz holatingiz yomonlashib, kasalxonaga tushib qolishingiz mumkin. Ikkinchisi, agar siz dorilarni tartibsiz olsangiz, ukollarni noto'g'ri oladigan, noto'g'ri dozada boshlasangiz, oshqozon osti bezingiz erib ketishi mumkin. Ya'ni o'tkir pankreatit, o'tkir pankreanekroz holatiga tushib qolishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa hayotga xavf soluvchi holatdir. Va uchinchisi, bu siz ratsioningizni noto'g'ri tuzishingiz natijasida ortiqcha vazn bu dorilardan keyin qaytib kelishi mumkindir. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Albatta bu xatolarni qanday qilib aylanib o'tishni bilib olasiz. O'zimni tajribamda bitta holat kuzatilgan. Viloyatdan bir patsient yozganlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ozdiruvchi dorilarni mutaxassis bo'lmagan inson, kimligini bilmayman, noto'g'ri buyurgan va natijada bu ayol kun davomida juda ham ko'p qusganlar, 7 yoki 8 marta qusganlar, o'zlarini juda ham yomon his qilganlar, qorinda kuchli og'riq bo'lgan va ular kasalxonaga tushib qolganlar, ya'ni reanimatsiyaga tushib qolganlar va oshqozon osti bezida kuchli kasalliklar, ya'ni chirish boshlangan. Shuning uchun ham bu dorilarni boshlashdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Kerak bo'lmagan holatlari ham bor bu dorilarni. Ularni albatta nazarga olgan holatda shifokor sizga to'g'ri dozada buyurib beradi. Shuning uchun o'z boshimchalik bilan gapdagi o'rtoqlarim oldi, men ham olaman, hech narsa qilmaydi deb o'zligiga dorilarni hattoki o'zlari ham boshlash, shifokorsiz boshlash holatlari kuzatilgan, lekin bular juda ayanchli ahvolga olib kelishi mumkindir. Kimlarga ozdiruvchi ukol va dorilar aslo ishlamaydi va to'g'ri kelmaydi. Eng ko'p uchraydigan holat bu ruhiy buzilish va gormonal buzilishlari bor bo'lgan insonlarga ukol va dorilar to'g'ri kelmaydi. Bunday paytda agar semizlikni, ortiqcha vaznni sababi gormonal buzilish bo'ladigan bo'lsa, albatta gormonlarni to'g'rilab, hech narsani o'zgartirmasdan siz olsangiz bo'ladi. Yoki aksincha holatda, masalan, ruhiy buzilishlari bor bo'lgan insonlar bor. Masalan, emotsiyalarini, ya'ni his-tuyg'ularini ovqat bilan bosadigan insonlar bor. Ovqatlanish bu inson organizmi uchun oziq moddalarni yetkazib beruvchi, ya'ni organizmda kuch, energiya, vitamin, mikroelementlar kamayganda mana shularni yetkazib berish uchun kerakli bo'ladigan jarayon, ya'ni ovqatlanish. Lekin ovqatlanish paytida biz agar yaxshi ko'rgan ovqatimizni iste'mol qiladigan bo'lsak, bizni miyamizda baxt gormonlari hosil bo'ladi va yaxshi ko'rgan taomimizni yesak, bizni kayfiyatimiz ko'tariladi. Depressiv holatlar, psixologik buzilishlari bor bo'lgan insonlar aynan mana shu baxt gormonlarini hosil qilish uchun ma'lum taomlarga, ovqatlarga qaram bo'lib qolishadi. Bunday insonlarga aslo ozdiruvchi ukollar, ozdiruvchi tabletkalar yordam bermaydi. Chunki ularning mexanizmi ularni olayotganingizda mana shu to'qlik hissini tez hosil qilib berishdir. Ya'ni mana shunday ruhiy buzilishlari bor bo'lgan insonlarga bu dorilar hech qanday yordam bermaydi va ular ozmaydi yoki ozgandan keyin yana qayta semirib ketishi mumkin bo'ladi. Bunday paytda albatta mutaxassisga ko'rinish kerak bo'ladi.
Agar siz ozdiruvchi ukolli bosh olayotgan bo'lsangiz, qaysi belgilar sizda bu dori noto'g'ri ishlayotganligini ko'rsatib beradi. Demak, birinchi belgi bu o'zingizni juda yomon his qilishingiz. Ya'ni samachувствие o'zingizni his qilishingiz juda yomon. Ko'nglingiz ayniydi, qorin sohasida kuchli og'riqlar bo'lishi, ichni qotib qolishi holatlari yoki ishtahangiz umuman batamom buzilganlik holatlari. Mana shu holatlar bu dori sizga to'g'ri kelmayotganligini belgisi bo'lishi mumkin. Agar o'zingizda bu belgilarni sezsangiz, darhol shifokoringiz bilan maslahatlashing yoki dozani kamaytiring, miqdorini yokida bo'lmasa bu dorini o'zgartirsangiz bo'ladi. Barchasini qildingiz ozish uchun. Ratsioningizni to'g'irladingiz, ozdiruvchi ukollarni olyapsiz, suv balansiga rioya qilyapsiz, harakatni ko'paytirdingiz, lekin sizda natija bo'lmayapti. Va agar sizga mutaxassis yordami kerak bo'ladigan bo'lsa, Medicalka platformasi orqali onlayn va offlayn konsultatsiyalarga yozilsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari, bu platformada minglab boshqa mutaxassislarni ham topishingiz mumkin.